Azizlar, ro'za tutmasak bo'lmaydi. Balog'atga yetgan, bolig', sog'lom inson ro'za tutmasa bo'lmaydi. Uni ishi og'ir bo'ladimi? Ishi yengil bo'ladimi? Ishi qiyin bo'ladimi? Vaziyati chigal bo'ladimi? Birodar, qat'iy nazar tutishlik kerak. Kasal bo'lsa, homilador bo'lsa, juma ma'ruzasida ham aytdik, emizikli ayol bo'lsa, qari chol bo'lsa, shunday kasal bo'lsaki, tutgan ro'zasi uning o'limiga sabab bo'ladigan darajada kasal bo'lsa, mayli tutmasin. Tuzalganida tutib beradi. Homilasidan xalos bo'lganda tutib beradi. Farzandi katta bo'lganda uni qazosini tutib beradi. Qolganlarga bo'lmaydi azizlar. Ishi og'ir, ishi qiyin, dalada mehnatlar boshlandi bugun. Ana alhamdulillah. Ularni ro'za tutmasligiga bir ruxsat yo'q. Shuning uchun hammamiz inshaalloh ertadan ro'za tutishlikni boshlaylik. Alloh fazilat bersin. Allohning o'zi oson qiladi. Allohning o'zi ko'makchi bo'ladi. Alloh taolo biz sizga inshaalloh yaxshiliklarni Robbimning o'zi taqdir qiladi. Faqat niyat Allohning roziligi bo'lsin azizlar.